Salom hammaga. Ushbu video NSTni bajarishning asosiy bosqichlarini tushuntiradi. Keling, buni xavfsiz va ishonch bilan qanday bajarishni o'rganamiz. Bemor va uning oilasini samimiy tabassum bilan kutib oling va NST tekshiruvini boshlashdan oldin u siydigini chiqarib bo'lganini tekshiring. CT monitorini yoqing va ekranda to'g'ri tasvir chiqayotganiga ishonch hosil qiling. Ekran kompyuterda ham, monitorlarda ham shunday ko'rinayotganiga ishonch hosil qiling. Iltimos, ham fetal yurak urishi, ham bachadon qisqarishi ma'lumotlari ekranda ko'rsatilayotganiga ishonch hosil qiling. Spiker homiladagi g'ayritabiiy holatlarni avtomatik aniqlab, tibbiyot xodimlarini rangli ko'rsatkichlar va tovushli ogohlantirishlar bilan xabardor qiladi. Ushbu yordamida NSTni talqin qilishni yaxshi bilmaydigan mutaxassislar ham anomaliyalarni tez va oson aniqlashi mumkin. NST tekshiruvining maqsadini tushuntirib bering. Non-stress NST bu homiladorlik davrida chaqaloqning ahvoli yaxshiligi tekshiriladigan prenatal testdir. Bu chaqaloqning ahvolini baholash uchun yurak urishi va bachadon qisqarishlarini kuzatadi. Bemor yotishidan oldin ikki belbog'ni oldindan karavotga joylashtiring va u orqasiga qulay yotishiga yordam bering. Bemorni qornini ochib ko'rsatishini so'rang va kesarcha kesish izlari bor yo'qligini tekshiring hamda shu sohada og'riq yoki noqulaylik borligini ham aniqlang. Agar adyol yoki yopqich mavjud bo'lsa, qorin tashqarisidagi joylarni muloyimlik bilan yopish bemorning xijolat bo'lish hissini kamaytirishga yordam beradi va bu tajribani yanada qulayroq qiladi. Leopold usullaridan foydalanib qorni muloyimlik bilan paypaslang va homilaning orqa tomonini aniqlang. Bu yurak urishini aniqlash uchun eng yaxshi joyni topishda muhim bosqichdir. Homila yurak urishini aniqlovchi probozni qo'yishdan oldin unga ultratush gelini surting. Homila yurak urishini aniqlovchi probozni palpatsiya vaqtida aniqlangan homilaning orqa tomoniga qo'ying. Bu yurak urishini eshitish uchun eng yaxshi joydir. Homila yurak urishini aniqlovchi probozni joyida mahkamlab qo'yish uchun belbog'dan foydalaning. Bachadon fundusining joylashuvini aniqlash uchun qorni muloyimlik bilan paypaslang. NST boshlangandan so'ng bemor va uning oilasiga grafikda chaqaloqning ahvoli qanday aks ettirilishini muloyimlik bilan tushuntiring. Bemorning ismi, yoshi, homiladorlik haftasi, homiladorliklar soni, gravida, tug'uruqlar soni, para, tabiiy tug'ilishlar soni, kesarcha kesishlar soni hamda homila tushishi yoki abortlar sonini kiriting. NST kuzatuvini kamida 20 daqiqa davomida uzluksiz davom ettiring. Homila harakati yuzaga kelganda, zarur bo'lsa yurak urishini aniqlovchi probozni sozlang. Agar homila uxlayotganga o'xshasa, uni muloyimlik bilan rag'batlantiring. Agar zarur bo'lsa, bachadon qisqarishlarini tekshirish uchun palpatsiya o'tkazilishi mumkin. 20 daqiqa davom etadigan NST kuzatuvi vaqtida nafaqat homilani, balki onaning umumiy holatini ham kuzatib baholang. Kozning shilliq pardalari va kaftlarda oqarish alomatlarini, tana yoki oyoq-qo'llarda shish paydo bo'lishini hamda qo'l va oyoqlarning sovuqligini kuzating. NST natijalarini baholang. Bazal yurak urishi, o'zgaruvchanlik, tezlashuvlar, sekinlashuvlar va bachadon qisqarishlarini baholang. Natija ishonchli yoki ishonchsiz ekanligini aniqlang. Onani o'zini qulay his qilishi uchun qolgan gelni muloyimlik bilan artib tashlang. NST grafikini chop eting, diagnostika hisobotini to'ldiring va natijalarni shifokorga tushuntiring. Ilova qilingan ro'yxat asosida yurak urishi namunasining ishonchli yoki yo'qligini aniqlang. Ishonchli yurak urishi namunasini qanday baholash haqida batafsil tushuntirish alohida videoda berilgan. Agar shifokor mavjud bo'lsa, u NST natijasini bemor va uning oilasiga tushuntirib beradi hamda hisobotni topshiradi. NST asoslarini o'rgandingizmi? Keling, buni ko'plab bemorlarga qo'llaylik va ularga xotirjamlik hamda tabassum olib kelaylik.